Kalotka mashinada tez tugab qolishini sabablari haqida bugun gaplashib o'tamiz sizlar bilan. Nimaga? Birinchidan, agar mashinangizda eng ko'p uchraydigan sabab support orqaga qaytmay qolayotgan bo'lsa, ya'ni tormozni oyog'ingiz olganingizdan keyin support orqaga qaytmay qolayotgan bo'lsa, kalotka har doim tormoz diskiga tegib yuradi. Shuni hisobiga tez yeyilib ketadi. Odatda buni bir tomoni emas, bir tomoni tez ketib qolayotgandan ham bilsalaring bo'ladi. Buni yechimi nima? Shunchaki ustaga olib borasizlar, supportga olatasizlar yoki bo'lmasam supportni pinnik, sanlik, shunga o'xshagan zapchaslari sotuvda bo'ladi. Mansurdan ulgurji miqdorda xarid qilsalar ham bo'ladi. Shularni bitta yangilatib olasizlar, muammo hal bo'ladi. Ikkinchidan, siz opporing diskni o'zini ko'rib qo'yishingiz kerak. U nosozlik holatlarga kelib qolgan bo'lsa, kalotkani sinxron ishlaganligi uchun uni ham tezroq tugashiga sababchi bo'ladi. Uchinchidan, siz brendni to'g'ri tanlashingiz kerak. Mansuro brendida aynan yumshoq koreyskiy kalotkalari bu asosan shahar ichida yuradigan mashinalarga biz ko'proq tavsiya qilamiz. Yurgan muddatining ichida sizga hech qanaqa noqulayliklar tug'dirmasdan tormozingiz zo'r to'xtab berishini ta'minlaydi. Agar tog'lik yoki yuk bilan bosimda ishlasa sizni tormozingiz, Mansuroni keramikali kalotkalarni tavsiya qilamiz. Bu kalotkalar material sof keramikadan bo'lib, sifati a'lo darajada Xitoyda ishlab chiqarilgan. Oddiy koreyskiy metallskiga nisbatan ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ham Mansuroda o'zingizni qanaqa holatda, qanaqa yo'lda yurishingizga qarab turib, o'zingizga mos kalotkani xarid qilsangiz bo'ladi. Mansuro kalotkalari hammasiga kafolat beriladi.